Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli futbol xabarlari bilan Zafar Imronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli futbol muxlislari, biroz tanaffusdan so'ng yana o'z dasturlarimizni, ya'ni O'zbekiston va Osiyo futbol xabarlarini namoyish etishni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Qadrli futbol muxlislari, xabaringiz bor, Saudiya Arabistonida davom etayotgan U17 Osiyo Kubogi saralash bosqichlari ayni qizg'in pallaga keldi. O'zbekiston terma jamoasi albatta jahon chempionatini qo'lga kiritdi va Qatarda bo'lib o'tadigan mundialda ishtirok etadi. Xo'sh, endi chorak finalda O'zbekiston terma jamoasi kimga qarshi bahs olib boradi? O'zbekiston U17 terma jamoasi chorak finalda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. O'yin 13-aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:15 da Toif shahridagi Qirol Fahd stadionida start oladi. Umid qilamiz, albatta Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ham mag'lubiyatga uchraydi. Qadrli futbol muxlislari, Italiyada to'p suradigan Eldor Shomurodov, ya'ni Roma sharafini himoya qiladigan vatandoshimiz Roma bilan 2027-yilgacha shartnomani yana uzaytirdi. Har holda yaxshi formaga kirib olayotgan Eldor Shomurodovni Roma o'zida saqlab qolishga harakat qildi va shartnoma uzaytirildi. Mavzuni dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri Cristiano Ronaldoga qaratamiz, ya'ni Saudiya Arabistoniga. Al Nassr Ronaldoga 2 yillik shartnoma taklif qildi. Al Nassr Cristiano Ronaldo bilan kelishuvni uzaytirish niyatida. Bu haqida Al Ferdo Pedulla xabar berdi. Saudiya Arabistoni klubi portugaliyalik hujumchi bilan shartnomani 2 yilga, ya'ni 2027-yil iyunigacha uzaytirish bo'yicha jadal muzokaralar olib bormoqda. Kelishuv so'nggi bosqichga yetgan bo'lib, klub Ronaldo bilan yangi shartnoma tuzishga erishishga ishonch bildirmoqda. Ronaldoning klub bilan amaldagi shartnomasi 30-iyungacha amal qiladi. Xo'sh, bu haqida Ronaldo nima demoqda? Ronaldo Al Nassrda qolishni xohlaydimi? Ronaldoning ham albatta o'zining istaklari bor. Ronaldo 2025-yilgi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etadigan jamoalarni ko'rib chiqmoqda. Chunki bu uning mazkur turnirda o'ynashi mumkin bo'lgan so'nggi imkoniyati bo'lishi mumkin. Cristiano joriy mavsum Al Nassr safida 34 o'yinda maydonga tushib 30 ta gol urdi. Shuningdek, u o'z faoliyatidagi gol urish seriyasini davom ettirmoqda. Hozirga kelib ularning soni 931 taga yetdi. Ronaldoga omadlar tilab qolamiz. O'zbekiston Superligasi 5-tur qadrli futbol muxlislari bugundan yana start oldi. Mashal o'z uyida Farg'onaning Neftchi jamoasiga imkoniyatni boy berdi. 1-4 Namanganda kechgan bahsda Navbahor Sho'rtonni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ertaga bo'lib o'tadigan uchrashuvlar Qo'qon 1912, Buxoro, Dinamo Sug'diyona, Bunyodkor Qizilqum jamoalari bahs olib borsa, 13-aprel kuni Xorazm OKMK, Paxtakor Andijon, Nasab Surxon o'yiniga guvohi bo'lamiz. Hozircha turnir jadvalida 1-o'rinda Bunyodkor, 2-o'rinda OGMK, 3-o'rinda Neftchi, 4-o'rinda Nasab va kuchli 5likni Navbahor, 6-o'rinni Samarqandning Dinamo jamoalari qayd etmoqda. Qadrli futbol muxlislari, mana bu xabar futbolga taalluqli bo'lmasligi mumkin, lekin O'zbekiston tarixi uchun super natija. O'zbekiston milliy xokkey terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. Mart oyining boshida yoshlar terma jamoamiz o'z yosh toifasidagi jahon chempionatida debyut qildi. Musobaqa Tailandda bo'lib o'tdi. Debyut muvaffaqiyatli bo'ldi. Yoshlar 3 B divizionida g'alaba qozonib, nafaqat chempionlikni, balki keyingi bosqichga, ya'ni A divizionga ko'tarilishda ham uddaladi. Endilikda ushbu yutuqni katta yoshli milliy terma jamoamiz takrorlashga harakat qiladi. 2025-yil 13-19-aprel kunlari ular Armaniston poytaxti Yerevanda bo'lib o'tadigan 5-divizion musobaqasida o'z debyutini o'tkazadi. Raqiblarimiz Armaniston, Eron, Kuvayt, Indoneziya va Malayziya terma jamoalari bo'ladi. Ularning barchasi ilgari jahon chempionatlarida ishtirok etgan yagona debyutant esa O'zbekiston.
Milliy terma jamoamizning asosini U18 yoshlar terma jamoasining chempion yigitlari tashkil qiladi. Ularga bir necha yillardan beri Humo jamoasida o'ynab kelgan katta yoshli xokkeychilar kelib qo'shiladi. Xokkeychilarga ham albatta omadlar tilab qolamiz, umid qilamiz, vatanimiz sharafini ular munosib himoya qilishadi. Qadrli futbol muxlislari, demak eslatib o'tamiz, O'zbekiston U17 terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligiga qarshi bahs olib boradi. Mana shu o'yin juda ham muhim. Demak 13-aprel kuni vakillarimizga omad tilaymiz. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Albatta keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafarov Imronbek kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Shunchaki mehnatimiz uchun like tugmachasini bossangiz sizdan bag'oyat minnatdor bo'lamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.